Assalomu alaykum, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarim. Jumaringlar muborak bo'lsin. Juma kuni o'ylasam, dadamning duosi esimga keldi. Har juma kuni, har payshanba kuni kechda dadam kecha uxlamay tahajjud namoz qilib menga duo qiladi. Hatto ba'zan qilgan duolarini WeChat'dan menga ovozli qavatib beradi. Qilgan duolarini anglab o'zimni aytib baxtli his qiladim. Shu duolar kunib ketgan o'xshayman. Shunga davomliq tilamchilik qilaman duo qilishda. Chunki dadam hayotmi emasmi uni bilmayman. Bugun muborak juma qarindoshlarim, mendek gunohkor bir qarindoshimlarga duo qilib qo'yasizlar inshaalloh. Chunki menga duo qilib bergan dadamning nadaligini bilmayman. İnşallah. Eğer dadam şehit olgan bolsa çokum qiniyada qanmaydı. Kisel sarang bir adamdek hayatımның ahırıgacha mush ishninki peshini yaqinmisa birab qo'yib bermayman inshaalloh. Endi qarindoshlarim menga bir qancha Uyg'ur qarindoshim nimanda jiq qilsa ekranga deb degandek ma'noda gap qildi. Bundan keyin jiq chiqman qarindoshim. Men bir ishni qilmasam qilmayman. Qilib qolsam ya sayramdan ya qaynamdan chiqma. Yerim yemaloq qilib, birdam qilmay qildigan unda mijozim yo'q hayotim bo'yicha. Ya biraqlam qilmayman. Ya qilib qolsam kesal sarang odamdek kecha kunduz yatsam, qopsam, mashina edesam, uxlasam, tushimdimi shu davoni ko'rdigan bir kesal odatim bor. Shunga o'zim ayt xo'shal bu kasallikdan. Chunki mush kasallik tufaylidan nurg'un ishlarni qila oldim hayotda. Bundan keyin texnolojik inshaalloh shu ishlarni qilmoqchi. O'zimni degandek tunugun hozirgi 5 yilda lagerdagi qarindoshlarimniki qarindoshlarimizning hayotiga o'zimning hayotini bag'ishladim. Bu ish uchun har qanday ishni qilishga men rozi inshaalloh. Buning uchun biz kunda ish qilyapmiz, kunda insonlar bilan ko'rishyapmiz. Xalq bilan davomli fikr almashishimiz bo'lmaydi. Xalq bilan davomli xalqni bilgilendirib tutmasak bo'lmaydi. Chunki biz u yerda ko'rganlarimizni mayli bu Aqsaroyda bo'lsin, mayli u Amerika kongressida bo'lsin, mayli bu akademik insonlar, Uyg'urshunos insonlar bo'lsin, mayli bu Yevropa parlamenti bo'lsin. Nurg'un insonlarningki bizga yo'l ko'rsatishi, bizga maslahat berishi, bizga strategiya ko'rsatish bilan birga bizga yordam qilish jarayonida biz o'rganganlarimizni dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan hem bahirlenmesek, o vaqtida hamma ishni Quzat qilib bo'lmaydi, hamma ishni Murat Ataman qilib bo'lmaydi, hamma ishni Rabia Qadir qilib bo'lmaydi. Bütün dünyadagi Uyg'urlarimiz agar men bir qadam etib, shu qadamning unumini ko'rgan bo'lsam, mening mishaga chiqib, sahnaga chiqib, Facebook chiqib, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimizga qarindoshim, ma bir yo'l qishqi daskandim, ma qish yo'lkan. Ma yo'ldan mangandim, ma yo'ldan men muvaffaqiyat qozondim. Ma yo'l qish batarafga bir dasmanglar, ma muvaffaqiyat batarafga dasanglar deydigan bizningki hamdi bu majburiyatimiz qarindoshlar. Shunga bundan keyin davomli chiqadigan gap bu yerga. Kichik vaqtimizda Nasriddin apandimninki nurg'un darslari bor bizda adabiyot darsida. Nasriddin apandimning mashhurligidan bakarak mencha Nasriddin apandimning eshigi bek mashhur. Bu eshakninki mashhurligininki sabablaridan bir tanesi bu eshak nurg'un bizning insonlarimizmi aqlliq. Bunun en mühim hikayelerinden birisi bir gün Nasriddin efendim körütünü yutuqqanda bu eshak putini tushkitib qilib og'irtib oldi ekan. Anandan keyin bu eshak bundan keyin bu körütünü o'tgandan keyin shu tushkitdan aylanib o'tib ketamish. Shunga bu eshak naiti aqlliqmishmish. Qarindoshim, hayvon eshak bilan insonning farqi, eshak bir qilgan xatolikni ikkinchi qilmaydi. Hatto bizningki ba'zi insonlarimiz shu eshakchilik aqli yo'q. Ama mencha eshak bilan hayvonninki, insonninki eng chong farqi, bir inson aşı tushga putini tiqib olgan bo'lsa, bir yerdan tushga qo'lini tiqib yilon chiqib olgan bo'lsa, men bundan keyin bu tushga putimni tiqmayman, bu tushga qo'limni tiqmayman emas. U yerga bir belgi isib, ey xaloyiq, ey qarindoshlarim, ey millatim, men ma xatolikni o'tkazdim. Bu yerda yilon bor ekan, qo'linglarni sanmanglar u yerga, chunki sizlarni chiqib oldi ekan deb olamga ogoh berish bu insonning majburiyati qarindoshlar. Shuningga o'xshash
biz ötküzgen hatalıklarımızı insanlar bilen, dünyadaki bütün Uygurlar bilen biz hem behrilenip, biz manda hatalıkını ötküzdük, bunun için ötküzmanglar. Ya kılmasa biz manda işini kılgandık, bunun nahayet ümini gördük. Şuna biz bütün dünyadaki Uygurlarımızınki muşundaq qilishini ümid qilamiz deb ularga yo'l ko'rsatish bizning majburiyatimiz, yoki bo'lmasa tajribamizni ham bahrilash bizninki majburiyatimiz, o'rtaqlashish bizning majburiyatimiz qarindoshlar. Ham tunugun o'zinglar ko'rdinglar, Robiya opamninki ishxonasiga tunjiqdan berishim. Bağandan keyin shuni his qildim. Tunugun Robiya opamga menga alqi yine deganda xafamanlar bolalar, buni demasam bo'lmaydi. Butun dunyodagi Uyg'urlarninki buningki xabar bo'lish kerak. Sizlar shuni his qilgan bo'lishinglar mumkin. Men ish qachonda o'zimni chiqib aqlimidim, o'zimni qo'g'dimidim Facebook chiqib. Ammo qachonki Nuri Turkalga, Ömer Qanatqa, mayli Seyit Tumturk apandim bo'lsin, yoki bo'lmasa mayli Robiya Qodir bo'lsin, boshqa bir xizmat qilayotgan Uyg'urlarga hujum qilingan vaqtida har xil batnomlar bilan men ularga chiqib ularni inshaalloh o'zimning qo'limdan kelishicha, mayli bu yizish olsun, mayli bu video chiqarish olsun, ularga qo'limdan kelishicha ularni aqlashga tirishdim. O'zimni aqlamadim, chunki men aqlashga og'ajitim yo'q deb qarayman. Shunga men Robiya opamni azroq men tunugun achchig'im kelgan yeri, ya ishxonaga borgandan keyin menga Robiya opam u Yevropada Erdo'g'onga, Recep Tayyip Erdo'g'onga ibodat qilib mashhur bo'lgan bir quduq paqsi var, jirin quduğunun paqsi, chunki og'zidan jirindan boshqa narsa oqmaydi. Bu paqa degan ism onunga yor bo'lsin inshaalloh. Qarindoshlarim, bu paqa Robiya opamga burun yaqin vaqtida har xil gaplarni silib, Robiya opamni ahmoq qilib, Robiya opamni endi yish cho'ngib qoldi qarindoshlar, 73 yoshga kirdi. 6 yil Xitoyning turmusi yetgan vaqtida Xitoy gundupaylari Robiya opamga gap qilishni chekildi. Siyasetçiler mi yakılmaydı, siyasi türmedeki mahpuslar mı Robiya opamga yakılmaydı, u yerdeki gundubaylar mı yakılmaydı, hiç kim yakılmaydı. Qarindoshlar 24 saat bir adam yakılmasa sarangab qaldı. Ayol 6 yil mushundaq psixologik, mushundaq eksploatatsiyaga qilib qoldi yashadi. Shu yerdan maykisini tamg'i isib, maykisi bilan paranglashib, o'zini o'zi davolab, ashadin sog' salomat chiqdi. Kunda qarindoshlarim Mehmet deb mening dadamning ismini ko'rsatib, mening bir tal fikamni men o'ltirgizib mendan tupayli shu o'lib ketdi, shu qarindishim bo'lib ketdi, mening singlim Arzugul mendan tupayli mushkun qoldi, mening butun bolalarim mendan tupayli deb o'zini ayiblaydi ayol. Shunchalik besim ostida yashaydi shu ayol. Shu ayol. Ammo shunchalik 73 yosh kirib qolgan bir ayolni bo'zaq qilib, ta Yevropadan paqiliq qilib, u ayolninki achchig'ida deb saqan gaplarini rekord qilib, qiltaqchilik qilib bütün dünyaya ben seni resva kılıman. Sen eğer o Şarkı Türkistançı, Abdunumçı diyenle icat kılgan grupka berip sen namayış kılışılmasan ben seni dünyaya resva kılıman deyip Robiya opamga tehdit silişi bu bir. İkincisi şu qarindishimiz emas, şu qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rininki Robiya opamga dadisininki mesaj qilib biz seni andaq rasvo qilamiz, biz seni mandaq rasvo qilamiz, sen bizning namoyishimizni kelmasang, bizga turib bermasang, biz seni mandaq rasvo qilib o'tamiz, andaq rasvo qilib o'tamiz deb Robiya opamga besim shiltishi, Robiya opamga tahdid qilishi intayin xato qarindoshlar. Intayin axloqsizlik va sharafsizlik qarindoshlar. 73 yoshli ayol. Menga nima deb g'ing qilmaysizlar, maz apandimlar, xonimlar. Chunki qo'rqaysizlar. Chunki ko'zimning ichiga qarab bir eg'iz gap qilolmadinglarmi, qilolmadinglar. Şu bichara ayolni, ish sho'ngib qolgan ayolni yolg'iz deb bo'zaqlashtirib o'tamsizlar. Men sizlarga deb qo'yay, qarindoshlarim. Balkim Dunyo Uyg'ur qurultoyininki raisi bo'lmasligi mumkin. Ammo Uyg'ur xalqining yanila onasi ayol to'lagan badallari bilan birga qarindoshlarim. Shunga men butun dunyodagi qarindoshlarimninki o quduqning paqsi bilan qiymanlarga pisand qilmasligini umid qilaman. Ular hech qachonda xalqalamning oldida bu ishlarni qilolmaydi. Ashundaq ishi millatninki bir telefon qilib qolsa ovozini rekord qilib edish, men rasvo qilaman deb bisim qilish, bu qiltaqchilik qarindoshlar. Dunyodagi eng sharafsiz insonlarning qildigan ishi. Ular telefon qilmanglar qarindoshlarim. Ular telefon qilib bir eg'izga qilib qo'ysanglar, sizlarning ovozinglarni rekord qilib oldim. Bir yerga kirib sorunda o'ttamanglar, o'ttasanglar qanday bilasizlar, u yon rekord qilib kameralar va bu yerda u qiltaqchilik qilib sizlarni yushirin tatib olgan narsani butun dunyoga taqtishi mumkin qarindoshlar. Shunga bularga pisand qilmanglar. Bular mencha hozir bu to'lashninki bo'libmi Amerika davlati tarafidan inkor qilinishi bularninki, Amerika davlati tarafidan tekshirishga uchrab, chunki ba'zan yerlardan chiqarib etildi bular. Çünkü ahını teşvirgen vaxtıda arxivda naiti
jinoiy qilmishlarga tegishli narsalar chiqqan o'xshaydi. Shunga bularni u yerdan chiqarib aytgan gap. Hozir bular ne Amerika davlatidan, ne xalqidan bir baza ko'ranmay, Rabia apamni zo'lab o'zininki sorniga akirib, o'zining tushib ketgan yuzini, o'zining vayron bo'lgan insonlarni 2018da Uyg'urlarni parchalashdan boshqa, Marco Rubio'ni Uyg'urlarga o'q xizmatishdan boshqa, Chris Smith'ni Uyg'urlarga o'q xizmatishdan boshqa ish qilmaganligi tufaylidan hozir Rabia apamdan foydalanib, sen bizga qishimizga kelib, kameraga chiqmasang, biz seni andaq rasvo qilamiz, biz seni mandaq rasvo qilamiz. Qarindoshlarim, sizlar o'zinglar bilinglar, o'zinglar bu ishga baho beringlar qarindoshlar. Kim kimni rasvo qildi, buningga Alloh qaror berdi. Sen Rabia Qadirni rasvo qilolmaysan, sen o'zing rasvo bo'lding. Men shuni deb qo'yay. Qarindoshlarim, tunigi Murodda tamom bilan biz Amerika kongressiga bordik. Borsak, bular Uyg'urlarga o'ylab ketibdi. Men Marco Rubio'ning ishxonasiga kirib kechirim so'rdim. Men Chris Smith'ning ishxonasiga kirib kechirim so'rdim. Chunki nimishqa deb berayman? Nimishqa deb berayman? Ma Uyg'ur Human Rights Act, Uyg'ur inson huquqlari qonun loyihasi o'tmedi kongressning qarindoshlar. 22 odam aran qo'l qo'yibdi. 22 odam aran qo'l qo'yibdi. Sen agar vatan millatga xizmat qilishda haqqoniy bo'lsang, qildigan ish nurg'unti, qildigan ishlar nurg'unti. Men bir necha oy avval Shayxul siyosiydin Marco Rubio'ga siyosiy ta'lim tarbiyada bir maqola yozgan edim. Shu yerda Marco Rubio'ningki Amerikadagi eng kuchli siyosatchilardan birisi ekanligi, Marco Rubio'ningki prezident saylamiga kirganligi va buningdan keyin prezident bo'lish ehtimoli borligini men shu yerda deb o'tgan. Mushu odamga ey tong soyma, telefon qilib, "Ani anda qilmamsa, mani munda qilmamsa" deyishni boshqa ish yo'qmasang, sen agar vatan millat davosida haqqoniy bo'lsang, shunda qilishing kerakdi. Mao Bill, Mao qonun loyihasi Amerikada o'ssa, Amerika mani kaltak qilib Xitoy Kommunist partiyasini urdi. Bu bir. Bu kaltakdan ilhamlangan Angliya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya, Kanada degan davlatlar Amerikani do'lab ularni qo'lga kaltak qilib Xitoyni urdi. Shuning bilan Xitoy bir kaltakning o'rniga 10 kaltak yeydi deydigan axloq bilan berib, sen ularni o'qizishning o'rniga ularni Uyg'urdek millatning Alloh balosini bersin, biz bir ish qilib beraylik, yordam qilaylik desak, bizga atqachilik qilib, beshimizni og'ritib, kunda telefon qilib, anda demamsa, mana bunda demamsa, deb beshimizni og'ritgan bir millatga Xudoyim bilib mushlarning balosini berib ekan degan yerga keldim. Agar qilma desang, qolgan yuzlarcha kongressmen, senator insonlar boti shu yerga berib, ey qarindishim, ey inson o'g'li, Uyg'urlar, millionlarcha Uyg'ur manda kunlarni ko'ryotdi. Sana men yaluray, astiga bir imzarını itiversen, muşu imzanınki neticesinde 3 milyon insandan hayat kurtulup kaldı. Bula hayat kaldı. Mao defsenge uçuratkan kırındaşlarım, kızlarım, ninki işbet numusu kurtulup kaldı. Uygur milletinin mevcudiyeti kurtulup kaldı. Defsen şunu kılgan bulattın. Ama sen nemiş kıldın? Uygurlarga çıraylık görünüş için, baza toplaş için, sahneye çıkıp, A müstakilci, ma abdunumçi de birincisi Uygurlarını işini böldün, ikincisi ma işini sen kongresini ötküzmüdün, sen bunun hesabını verirse. Sen bunun hesabını verirse. Halkka hesabını verirse bununki. Ey halkım, muşununla sizler pul evet yapasızlar, 10 milyarca dolar ayda. Toxtunlar bu pulunu. Ben sizlerden pul talep bakmadım, ben özüm halal emgikimi tayinip takkan pulum bilen millet hizmet kılıvatım qarindaşlarım. Ben hiç kimge tilemcilik kılmadım. Çünkü ben bu işe pul tepiş için kirmedim, çünkü ben bu işe pul haclaş için kirdim. Milletimge pulumni hajlab, vaqtimni hajlab xizmat qilyapman qarindoshlar. Qarindoshlarım, Amerika hukumati shu senatorlar Uyg'urlarni o'ylab ketdi qarindoshlarim. Marco Rubio o'zining torbetidan nurg'un Uyg'urlarga munosabat nazar o'chiribdi qarindoshlar. Mushum ishma, ashma qahramonlik. Sen, ey badbaxt, sen Rabia Qadir namoyish kelgan vaqtida, Rabia Qadir qo'pollik qilgan vaqtida birisi sana "Ma aniga tarbiyasizlik qilma" desa, "Voy buni ajibicha namoyish qilib, yuzidan foydalanib mashhur bo'lsaqlam, anandan keyin ham tashvitimiz" degan gapni dedingmi, demedingmi? Shu gapni dedingmi, demedingmi? Qancha odam o'lmayli degan gapni dedingmi, demedingmi? Mushunchilik balla axloqi, yog'onchiligi xalq olam o'ttirsida, qara o'zing yog'onchilik qilib menda mening qo'sqim ashmay turib, qo'sqim ichib ketdi deb, to'q qo'saqqa bijnonni men aldab yo'g'an bo'lsam, bu men bilan tugaydi. Vatan millatning ishida, 3 million odamning hayoti ishida sen yog'onchilik qilsang, qon balasi qilsa, sening qilgan bir yog'onchiliging bilan minglarcha inson o'ladi. Yog'onchilik qilib oqaqidan tutilding, endi yetar. Endi yetib oshidi xalqim. Endi men sizlardan tavsiya qilganim,
qo'llashni to'xtatinglar bu ishni. Chunki xato yo'lni qo'llab, yomon insonni qo'llasanglar, butun dunyo ha Uyg'urlarning lideri mushka. Mushuni Uyg'urlar, mushunda qo'llaydigan Uyg'urlarning ishidan bir odam chiqmabdi, odamdek, axloqi joyida, kallasi joyida, hushi joyida, bir gapni ikki gapni to'g'ri tuzgun deylaydigan, harbiylikdan qo'g'lanmagan, bunda bir odam bo'lish kerak, axloqi bilan, turishi bilan, o'ziniki latofati, salofati bilan, asolati bilan Uyg'ur xalqiga vakillik qila oladigan bizningki nurg'un liderlarimiz bor, qarindoshlar. Ularga sizlar tilladinglar ularni. Ammo bir lükçektek, axloqsiz bir indan chiqib, ne cho'nglarga hurmat qildi, ne kichiklarga izzat qildi, yolg'on gap qildi, to'kmat chaplaydi, Uyg'urlarni parchalaydi, Amerika hukumatini Uyg'urlarga o'qiziydi. Bu shuni biz o'zimizning lideri qilib saylab chiqsak, dunyo bizga nima deydi? Ha, Xudoyim bekor bo'lmaydi bu millatning balasini deydi. Qilmishdi. Shunga meningki deydigan ishim strategiya deganim o. Men sizlarga bir gap deb beray. Strategiya nimani qilish emas. Nimani qilish, mana undaq qilamiz, mana bundaq qilamiz deb boshlanmaydi. Strategiya nimani qilmaslik bilan boshlanadi. %50% strategik nimani qilmaslikqa qaror berish. Nimani qilmaslikqa qaror berib bo'lgandan keyin qolgan %50% nimani qilishga qaror berish qarindoshlarim. Shunga men sizlarga deydiganim, Uyg'ur millatining hayotini qutqizmoqchi bo'lsanglar, avval qilmaydigan ishlarga qaror beringlar. Biz mustaqilchi demaymiz, biz avtonomchi demaymiz. Biz yolg'on so'zlamaymiz, biz to'kmat chaplamaymiz. Biz insonlarning ovozini o'g'irlikcha rekord qilib, dunyoga sazoy qilmaymiz, qiltoqchilik qilmaymiz, maroqchilik qilmaymiz. Biz axloqimiz bilan ish qilamiz. Deydigandek narsalarni. Biz Amerika hukumatiga telefon qilib, "Avu dunyoning eng mashhur insonlarga, yer sharini boshqarayotgan insonlarga so'ymalar telefon qilib, buzuq inglizchimiz bilan bu ya maktab o'qimagan az insonlar bilan telefon qilib, "Ey ana andaq qil, mana mandaq qil" deb gap o'rgatmaymiz. Uyg'urlarni o'qig'izatmaymiz. Avval ma inson haqlari proyektini, mushu qonun loyihasini bir kongressni o'tkazib oldi deb, mushuning uchun qo'limizdan kelgan har ishni qildik deb qilmaydigan ishga qaror bergan vaqtimizda yoki bo'lmasa axloqsiz insonlarning oqidan mangmaymiz. Yolg'onchilikni uchiq qashqara millatning ismi bilan Allohni quliga ilib, Qur'oni Karimni quliga chiqib ilib, o'zi bir vaqt namoz qilmay turib Qur'oni Karimni TVga manda qilib chiqqan insonlar bilan biz ularning oqidan mangmaymiz. Yer sharida mushundaq insonlarning oqidan minib, nurg'un insonlar vayron bo'lgan, bularning oqidan mangmaymiz. Axloqsizlarni Uyg'urlarga rahbar qilmaymiz, Uyg'urlarga vakil qilmaymiz. Bu axloqsiz insonlar Uyg'urlarga vakillik qilmasin deb qilmaydigan ish %50% strategiyaniki. Qildigan ish nima desa, anandan keyin biz qildigan ishimizga markazlashsak, avu bir kunda qilgan ishimizni yoki bo'lmasa 10 kunda qilgan ishimizni biz bir kunda qila olamiz qarindoshlar. Shunga mening sizlarga bugun inshaalloh talab qildiganim, birinchisi eng boshida mening dadam menga bak duo qildi qarindoshlarim. Dadam yo'q, menga duo qildigan, menga duo qilinglar. Menga Alloh bergan mal, dunyo, aql, farosat, her qandaq narsa olsa, her qandaq nimet bolsa, ben bunundakin atıdım boldu. Sarangdaklam atıdım, keseldaklam atıdım özümne. İnşallah. Ya sayramdan ya kaynamdan çıkmaya qarindoshlar. Aldığımız gapda qonun advokatim bilan ko'rishgilmandim, vasiyatimni yozgilmandim qarindoshlar. Shunga menga duo qilinglar, chunki dadam duo qildi menga, u odam bormi yo'qmi bilmayman. Sizlar menga duo qilinglar, Alloh menga berganning hammasini men vatan millat uchun ishlataman. Bu bir. İkincisi, Rabiya Qodir degan yeshi cho'ngib qolgan ayolga, psixologik jihatdan bisim ko'rayotgan ayolga kunda maydasini mushlab, mening fikrlarim, mening singillarim, mening bolalarim men tufaylidan mushundaq kunga qoldi deb o'zini o'zi ayblab, mushunchilik bechora kun qilayotgan shu bechora ayolni bo'zak ko'rib, bo'zak qilayotganlar nafsingni yig'ish, qo'lingni tortish, nochi bo'lsang mening oldimga chiq. Mazla. Anandan keyin qarindoshlarim, nimani qilmaslikka qaror berish strategiyaning 50%. Biz nimani qilmaslikka qaror bergan vaqtimizda, qilayotgan ishlarimizda balkim 100,000lik bir unumga erishishimiz mumkin. Shunga mening degan yerim qarindoshlar, Uyg'urlarni bo'lmaymiz, to'kmat chaplamaymiz, insonlarni guruhlarga bo'lmaymiz, qalpoq kiygizmaymiz, yolg'on gap qilmaymiz, qiltoqchilik qilmaymiz. Andan keyin axloqsizlarni, aqliy jihatdan qallasininki suybalarni Uyg'urlarga vakil qilib saylamaymiz, ularga pul avatmaymiz qarindoshlar. Mushunda qilgan vaqtimizda inshaalloh millatning yo'li ochildi. Biz inshaalloh 10 yillarcha qilmagan ishimizni mushu bir necha yilning ichida vatan millat uchun qila olamiz
deb men sizlardan inşallah kechirim so'rab sözümni tugatayım bugün bir şeyden. Çünkü hazır o çapınımdan ko'rdinglar. Bugun bir kun yig'im bor DC'da, Washington DC'da. Yo'llarimga inşallah ochiqlik tinanglar. Allah yo'llarini ochiq qilsin. Duo qilinglar qarindoshlar. Duolaringga bek ehtiyojim bor, bek ehtiyojim bor. Haqiqatan nurg'un bek ehtiyojim bor. Duo qilinglar. Qattiq gap qilib qo'ygan bo'lsam, xafa bo'lmanglar. Sizlarni bir ko'ngillarni og'ritish uchun gap qilmadim. Degandek ya sayramdan ya qaynimdan chiqish uchun shunday bo'lish kerak inson degan deb yine bir necha kundan ichida ko'rishaylik. Allohga omonat. Videomni taqib qo'yinglar. Paqiliq qilayotgan, qiymanlik qilayotganlarni ko'rib qo'ysin. Chunki foydasi bor millatimizga. Allohga omonat. O'zinglarni yaxshi asranglar. Shanba xayrli bo'lsin.